Hop, barchaga assalomu alaykum. Va oldingi podkastda biza juda ko'p narsa o'rgandik. Mana 2 hafta ham o'tdi. Bugungi podkastda 12 ta qoidani ko'rib chiqamiz. Umuman biznesimizda qanaqa qilib masshtabizatsiya bo'ladi va har bitta qoidani bitta o'rganib chiqamiz. Birinchi qoida bu konversiya va umuman produktga, servisga narx qo'yishi. Qanaqa qilinadi? Misol uchun sizda call centeringiz bor, sizga 10 ta lead keldi. 10 ta lead degani nima degani? Bu siz Instagramda target qo'ydingiz. Target qo'yganingizdan keyin sizni o'sha ssilkangizga, havolangizga 10 ta odam bosib telefon raqamini tashadi. Va sizni CRM sistemangizga yoki Amo CRM yoki o'zingizning saytingizga shu 10 ta raqam ism bilan tushdi. Mana shu lead deyiladi. Lead tushgandan keyin 10 ta raqam, endi har bittasiga telefon qilib, o'zingizning produktingizni, servisingizni sotishni boshlaysiz. Agarda shu 10 ta odamdan 8 tasi bo'ldi, men pul to'layman deyishga tayyor bo'lsa, bu degani siz narxingiz, misol 100 ming so'm produktingiz bo'lsa, 3 yoki 4 barobarga arzon degani. Ya'ni siz narxni 3 yoki 4 barobarga oshirishingiz kerak. Misol uchun 10 ta lead keldi, kitob sotyapsiz deylik, qanaqadir maxsus kitob sotyapsiz va 10 ta odam sizga zaявка qoldirdi. Shu kitob hammasiga taklif qilyapsiz 100 mingdan. 10 tasi ham 100 mingdan sotib olish, 8 tasi 100 mingdan sotib olishga tayyor bo'ldi. Bittada to'lashga tayyor bo'ldi. Degani sizning narxingiz 3 yoki 4 barobar arzonroq. Ya'ni agarda 10 tadan 8 ta odam sizdan kitob sotib olsa 100 ming so'mga, siz narxingizni 3 barobar yoki 4 barobarga oshirasiz. Keyingi metod qanaqa? Agarda 6 tadan 8 tagacha odam sotib olsa, narxingizni 2 barobar yoki 3 barobarga oshirsangiz bo'ladi, bemalol. Agarda 5 tadan 6 tagacha sizdan mijoz kitobingizni misol uchun sotib olsa, buni 1,5-2 barobar narx oshirsangiz bo'ladi. Agarda misol 10 ta odam telefon raqamini tashadi, siz kitobni sotib olsiz, o'shandan bir 4 tasi yoki 5 tasi sotib olgan bo'lsa, 1,2, 1,5 barobarga narx oshirsangiz bo'ladi. Misol 100 minglik kitobni 200 ming qilsangiz, to'g'ri keladi. Endi qaranglar, agarda 10 ta kitobdan 10 ta mijozdan o'sha kitobingizni, kitob misolida aytyapman-da, любой servis bo'lishi mumkin. Shu 10 tasidan 3 ta yoki 4 ta odam sotib olsa, bu degani sizning narxingiz okey, yaxshi. Ya'ni sizning konversiyangiz 30% dan 40% gacha bo'lsa, bu servis bo'ladimi, markaz bo'ladimi, biznes bo'ladimi, xohlagan narsa, ya'ni xohlagan servis, xohlagan produkt bo'lsa, sizni mana shu 10 ta leadingizdan 10 ta leaddan qaysilari degan bo'lsangiz, sifatli leadlar, ya'ni 10 taga telefon qildingiz, ha, men bu produkt haqida qiziqish bildirdim degandan keyin 10 ta, ya'ni sizga 20 ta lead kelishi mumkin, 10 tasi men adashib tashadim, men bilmayman, bularni olib tashlaysiz. 10 ta ha, produkt haqida ma'lumot bilmoqchiman deganlarning ichidan agar 3-4 tasi bo'ldi, to'lashga tayyorman desa, narxingiz okey degani, ya'ni narx oshirish kerak emas. Agarda misol uchun 10 ta lead kelyapti va 10 tadan где-то 2 ta, 3 ta sotib olingan bo'lsa, konversiya 2-3 ta bo'lsa, bu degani siz narxingizni o'ylab ko'rishingiz kerak. Ya'ni bu narxingizda muammo degan. Bu birinchi qoida, bu konversiya va narxlashni hozir o'rganib chiqdik. Endi keyingi bo'limga o'tamiz. Bu LTV va SAS nisbati. Endi esa sizlar bilan LTV va SAS nisbatini ko'rib chiqamiz. O'zi LTV nima va SAS nima? Kitob misolida yana davom etamiz. Sizda 100 ming so'mlik kitobingiz bor va siz bu kitobni reklamasiga, ya'ni marketingga 2 million sarfladingiz. Va 2 million sarflaganingizdan keyin sizda 20 ta kitob sotildi. Ya'ni 2 million bo'luv 20 teng 100 ming so'm. SAS 100 ming so'm. Ya'ni siz bitta kitobni sotish uchun 100 ming so'm xarajat qildingiz marketingga. Endi LTV nima? LTV bu qanchalik mijozingiz, mana bir marta sizda kitob sotib oldi, siz unga 100 ming so'm xarajat qildingiz. Keyingi safar u kitob sotayotganda unga siz marketing xarajatini qilmaysiz, chunki sizning produktingizni уже biladi u va o'zi kelib kutubxonagami, do'kongami kelib sotib oladi. Endi tasavvur qilamiz, u 4 marta sotib oldi kitobni yil davomida. 4 marta. Misol uchun 1 marta 100 ming so'mga xarajat qildingiz marketingga va undan keyin yana 3 marta sotib oldi. Ya'ni umumiy yil davomida 4 marta sotib oldi. Endi biz nima qilamiz? SAS nisbatini LTV nisbatiga olamizda va qanchalik
bizada расход bo'ladi. Ya'ni misol uchun siz 100 ming so'm, ya'ni marketingga bitta kitob sotish uchun 100 ming so'm xarajat qildingiz. Lekin mijoz sizga 4 marta kitob sotib olgani uchun 400 ming so'm foyda olib keldi deylik. O'shanda 1 ga 4 nisbat bo'ladi. Ya'ni bu zo'r degani. Bu zo'r degani, ya'ni siz bir marta mijozga pul to'ladingiz, undan keyin sizga 4 marta kelib to'laydi. Umumiy 4 marta. Eng zo'r narsa bu, agar qisqacha gapiradigan bo'lsak, ichiga kirmasdan gapiradigan bo'lsak, SAS 0 ga teng bo'lishi kerak o'zidagi. Ya'ni marketing xarajat juda ham kam bo'lishi kerak. O'zi marketing degani nima degani desak, biz ko'proq targetingga uramiz, ya'ni Instagramda o'sha post qo'yish, uni targetini yoqish, Facebookga pul to'lash. Lekin marketing strategiyasida 4 ta yo'nalish bor. Va undan oshiq yo'nalishlar bor. 4 tasi eng asosiysi. Birinchi o'rinda siz marketing deganda buni targetda urishingiz kerak va marketing deganda siz produktni tushunishingiz kerak. Produktingiz zo'r bo'lishi kerak. Produktingiz zo'r bo'lishi kerak. Masalan, kitobingizni ichidagi ma'nosi, nima haqida bo'layotgani eng zo'r bo'lishi kerak. Odamlar marketingsiz ham sizni topa olish kerak. Misol uchun Minor Somsani marketing strategiyasi deydigan bo'lsangiz, birinchidan ularda juda ham zo'r produkt, shirin produkt. Ikkinchisi o'chirib turadi, navbat ko'p turadi, odamni miyasida ha bu produkt zo'r, shuning uchun odamlar o'chirib turibdi deb aytishadi. Bu kitob misolida ham birinchi produkt bo'lishi kerak. Undan keyin servis, ya'ni qanchalik bu produktni siz yetkazib beryapsiz yoki umumiy qanaqa qilib o'sha produktingizni sotyapsiz. Kelayotgan mijozlarga xushmuomalalik, kitob sotayotganingizda uni ustidagi paketga solib berib, ichida rahmat deb yozib. Ikkinchi marketing strategiyasi. Uchinchisi bu nima beryapsiz? Misol uchun kitobni sotib olganingizdan keyin qanaqa muammoingizni yechimini olasiz. Ertaga misol uchun biznesingizni qanaqa yo'nalishini kamroq расход qildirasiz. Qanchalik bilimli bo'lsangiz, shunchalik sizga foyda bo'ladi deb siz produktingizni problem solving, qaysi muammoni hal qilishini aytasiz. Va to'rtinchisi va shu targeting 4-o'rinda turadi. Bu siz uni umuman siz haqingizda hech kim bilmasa, siz qaysidir bir mahallani ichida bo'lsangiz yoki siz juda ham bir chekka qishloqda bo'lsangiz, sizni produktingiz haqida hech kim bilmasa, u birinchi, ikkinchi, uchinchi narsangizni bilmaydi-da. Buning uchun siz reklamani urasiz. Lekin boshida reklamani urasiz, ya'ni SaaSingiz har bitta marketing xarajatingiz boshida qimmatroq bo'ladi, lekin yildan yilga siz SaaSni kamaytirishingiz kerak. Marketing mana juda ham noto'g'ri logika bilan o'ylashadi. Ba'zi bir marketologlar, ba'zi bir boshqaruvchilar marketingga постоянно ko'p pul tikish kerak degan logika meni fikrimcha noto'g'ri hozirgi 2026-yil davrida. Chunki hozir SaaSni 0 ga teng qilsa bo'ladi. Yaxshi produkt, yaxshi viral degani, ya'ni virus. Siz butun dunyoga Instagramda virusli rolik qiling, odamlar shuni ko'radi va sotib oladi. Bitta misol, men Instagramda bitta post qo'yaman. Instagramda ota haqida virusli rolik qildim. Bu yerda nima aytilgan? Otani vaqti bo'lmaydi hech qachon bolalariga qarashga. U har doim ertalab chiqib ketadi, kechqurun qaytadi. Va u yerda dialog bo'lgan. Ota va bola haqida dialog bo'lgan. U yerda aytgan, o'g'li aytgan, ota qayerga ketyapsiz? Men ishga ketyapman, seni kelajaging sari o'ylashga. Bolasi aytyapti, iltimos qayting. Ota aytyapti, albatta qaytaman. Va ota kechqurun kiryapti uyga. Bolasi уже uxlayotgan bo'ladi, chunki ota har doim 10-11 da uyga kirib keladi. Va ota aytadi, men har doim seni o'ylayman, seni kelajaging sari o'ylayman. Lekin o'g'lim hali hamma narsani ham bilmaydi deydi-da. Boshqa kadr boshlanadi. Kadrda bu o'sha internationalni marketing strategiyasini men bitta o'zim sinab ko'rganman, o'zim qilib ko'rganman marketingni. 2,5 millionta odam ko'rgan. Bu yerda asosiy shu videoda international reklamasi bo'lgan. Ya'ni oxirida aytgan, sen kelajaging internationalda shu men harakat qilayotganim, seni uchun harakat qilaman, ingliz tili o'rganganda, kelajaging buyuk bo'ladi deb o'sha yerda marketing, viralni, virusni marketing qilingan. Bu sizlarga misol tariqasida qanaqa bo'lgan. Ya'ni sizlarni maqsadinglar SaaSni kamaytirish, LTVni ko'paytirish. LTV bu
yil davomida sizdan mijoz qayta sotib olish. Nimaga misol uchun savol berishingiz mumkin? Coca-Cola nimaga har doim doimiy reklama qilib boradi? Bu odamlarni esidan chiqib qolmasligi uchun. Ya'ni 25-kadr. Bu 25-kadr, ya'ni sizda har doim eslatib turadi. Coca-Cola nima uchun yangi yil bilan bog'langan, oila, yangi yil ha deb reklama qilaveradi. Maqsad sizni ertaga misol uchun suv deganda mana sodani ichish, soda deyiladi. O'zi gazirovniy qanaqa gazlangan ichimlik deganda sizga birinchi xayolingizga Coca-Cola keladi, chunki ular shunga assotsiatsiya qilgan. Oila, choyxona, birgalikda o'sha kolani qo'yadi. Xo'p, bu ikkinchi yo'nalishi bu LTV va SaaS nisbati. Endi esa 100 ta qoida degan bitta iborani aytaman, hozir ko'p chiqadi. 3-bo'limga o'tamiz. Bu 100 ta harakat 100 kun ichida va 10 ming natija. Bu nima degani? Misol uchun siz 3 kun, mana 10 kun ichida bitta kitob sotdingiz. O'zingizga savol berishingiz kerak. Mana shu 10 kun ichida siz nimalar qildingiz mana shu bitta dona kitob sotish uchun? Mayli, bu minimalni sonni olamiz, tasavvur qilamiz 10 kun ichida 20 ta kitob sotdingiz. Har bitta videoda kitob misolida aytamiz, sizlar umumiy tushunib olishingiz uchun. Bu servis bo'lishi mumkin. 10 marta qanaqadir servisni sotdinglar, kurs sotdinglar, zavoddagi qanaqadir metallni sotdinglar, 10 tonnani sotdinglar. Hammasi o'shanga bog'liq. Ya'ni siz 10 kun ichida misol uchun 10 ta kitob sotdingiz. Mana shu 10 kun ichida nimalar qildingiz 10 ta kitob sotish uchun? Qanaqadir marketing video qo'ydingiz. Mijozlarga mana lidga misol uchun $50 ajratdingiz va sizga 10 ta lid tushdi, 10 ta lidni yarim soatdan gaplashdingiz yoki qanaqadir reklamni bannerlar qo'yib chiqdingiz, listovka tarqatdingiz qog'ozchani reklama bilan. Ya'ni mana shu 10 ta kitob uchun siz qilgan xarajatlaringiz va qilgan harakatingizni ko'rishingiz kerak. Xo'p, o'sha 10 ta kitobga ishlatdingiz, misol uchun bitta haftasiga bitta dona video qo'ydingiz, 10 ta kitobni sotish uchun 10 kun ichida. Xo'p, siz 20 ta kitob sotmoqchisiz. O'zi logikasi oson, ya'ni hate tashamanglar mani. Qancha ko'p harakat qilsangiz, shuncha ko'p natija olasiz. Logika oson. Ya'ni siz misol uchun kuniga bitta emas, 2 ta reels qo'ysangiz, katta ehtimol bilan 10 ta kitobingiz 15 ta bo'ladi. 20 ta bo'lmasa ham. Ya'ni siz 100 ta, misol 100 kun ichida 100 ta natija olmoqchi bo'lsangiz, siz har kuni sizni ishlayotgan nagruzkangizni oshirib borishingiz kerak bo'ladi. Qanchalik ko'p bosim, qanchalik ko'p nagruzkani oshirib borsangiz, kerakli paytda xodimlarning sonini oshirib, kerakli paytda marketing strategiyasini shunaqa yo'naltirib, targetga ko'proq pul tikib, kerakli paytda va ko'proq ideyalar qilib, ko'proq harakat qilib, o'zingiz rahbar sifatida ichkariga kirib, bitta zanoglarda gaplashib ko'rib, tayyor skript yasab, xodimlaringizga aniq o'rgatib, ustida turib, maksimalni konversiyani oshirib, ko'proq harakat qilsangiz, o'shanda ko'proq natijaga erishamiz. Ya'ni bizda bitta muammo bor. Marketing ishlamayapti, bozor sindi, havo yomon, shunaqa deymiz, lekin muammo bu havodan yoki marketingdan emas, muammo o'zimizdan. Ya'ni biz kamroq ishlayapmiz. Agar ko'proq ishlasak, albatta natija ko'proq bo'ladi. Hop, keyingi bizani videomiz bu javob vaqti 60 soniyada. Deysiz, sizlar bilan 4-qoida bu javob vaqti 60 soniyadan ko'p bo'lishi kerak emas. Bu nima degani? Misol uchun men mijozman va sizdan kitob sotib olmoqchiman, qanaqadir servis sotmoqchiman, o'quv markazi kurs olmoqchiman. Farqi yo'q nima? 60 soniyam bor meni fikrimni o'zgarishiga. Ya'ni men reklamani ko'rdim, ism, familiyam, telefon raqamlarimni tashladim va ko'p holatlarda bizda katta xato qilamiz. Targetologimiz bu katta xato qiladi. Kechqurun reklamani yoqib qo'yadi. Reklamani misol uchun kun davomida siz $20 sarflatgan bo'lsangiz, kechqurun ham $20 sarflaydi. U odam charchagan paytda ishxonadan chiqib, reklamani ko'radi, hamma tashlab qo'ying nomerini deydi. Ertasiga bir 9larda telefon qilasiz, u уже kerak emas deydi yoki umuman telefonni olmaydi.
Ya'ni birinchidan targetologingizga aniq zadacha berishingiz kerak. U ertalab soat 6 dan narxi oshirishni boshlash kerak targetliga. Chunki bilasizlar, narx pastga tushgandan keyin uni ko'tarsangiz, u xuddi mashinani zavod bo'lgandek target ham razgonyatsiya qilish kerak. Ya'ni tezligini sekin oshiradi. Soat 8 gacha ham tezligini oshiradi targetda. Soat 8 da o'sha odamlar uyg'onishni boshlaydi. Ya'ni ishga ketayotgan bo'ladi, yo'lda bo'layotgan bo'ladi, reklama chiqishni boshlaydi. Keyin sekin optimal narxga olib kelasiz. Opsion o'sha auksiondagi narxda va где-то taxminan 10 larda yana sekin kamaytirasiz targetni narxini. Ya'ni u targetolog bilish kerak. Targeting bo'yicha ham hali bizada men o'zimda operatsioniy direktor kundalik kanali bor. O'sha kanalga qo'shilsanglar bo'ladi bemalol, pastda описаниеda bo'ladi. Bu yerda men targeting yo'nalishini ham tushuntiraman. Ya'ni qanday qilib kamroq narxga ko'proq konversiyali lidlarni olishni ham ko'rsataman. Xo'p, endi narxi sizlar tushiryapsizlar, ko'taryapsizlar. Kechqurun tushadigan lidlar katta ehtimol bilan befoyda lidlar bo'ladi. Chunki ular charchagan paytida adashib to'ldirib qo'yadi. Siz ertasiga telefon qilasiz. Ya'ni asosiy g'oya 60 soniyada telefon qilish lidga. Shu sababli siz misol uchun 9 dan где-то soat 8 largacha aktivniy call center ishlasa, joyida telefon qilsa, mana 10 sekundda telefon qilsa, 15 sekundda, faqat 2 sekund, 3 sekundda telefon qilmanglar. Cho'chtirib qo'yasiz. Nomerni tashlaganda unga nafas kerak-da, ozgina unda o'ylash kerak. Bir 10 sekundlardan keyin telefon qilasiz va unga ma'lumot berib, uni ko'ndirishingiz boshlaysiz. Agarda 60 soniyada siz unga telefon qilmasangiz, 5 ta muammoga duch kelasiz. Birinchisi, bu lead soviydi. Bundan oldin aytganimdek, kechqurun qiladigan bo'lsangiz, lead sovib qoladi. Ikkinchisi, mijoz qanaqadir servis yoki produktni ko'rayotgan paytda unda tanlov bo'ladi. Yoki u sizdan oladi yoki boshqadan oladi. Chunki siz yagona emassiz bu rynokda, bozorda yagona emassiz. Sizdan tashqari ham boshqa odamlar bor. Bundoq qarab javob bermayapsizmi, boshqa odamga yozadi. Bir 10 ta odamga yozadi. Kim birinchi yozsa, o'shaniki bo'ladi. Keyin siz agarda vaqtida javob bermasangiz, narxga kurashish boshlanadi. U mijoz sizga tushdi. Sizda misol narxingiz, kitobingiz narxi 100 ming so'm. Xuddi shu kitob, faqat sifatsizroq kitob qo'shningizda 50 ming so'm. U sizga kirgandan keyin siz unga hamma narsani tushuntirib, uni sotuv qilsangiz bo'ladi. Lekin u sizga tashadi va qo'shningizga lidni tashadi. Qo'shningiz 50 ming so'm deyapti, sifati pastroq, lekin boshini qotiryapti. Keyin siz qayta unga telefon qilib tusha oldingiz, aytasiz 100 ming so'm, u ana 50 ming so'm bilan solishtiryapti. Unga uje sifati farqi yo'q, chunki uje narxga o'chib bo'lgan u mijoz sifatida va siz uni ko'ndira olmaysiz katta ehtimol bilan. Va SaaS narxi, ya'ni bundan oldin tushuntirganimdek, marketingga ishlatayotgan marketing o'sha xarajatingiz 4 barobar oshadi. Nimaga? Chunki siz 60 soniyada qo'ng'iroq qilmadingiz, pulingiz просто так ketdi. Yana pulga urasiz va SaaS narxi oshadi va konversiya pasayadi, marjinalingiz ham pasayadi. Ya'ni siz marketing xarajatingiz oshib boraveradi, konversiya tushadi va mijozlaringiz kamayishni boshlaydi. Ya'ni qoida nima deydigan bo'lsangiz, agarda misol uchun LTV va SaaS nisbati bu misol biznesning ruhi bo'lsa, qanchalik tez javob berishingiz bu o'sha asosiy raqamlarning asosiy omilidir. Ya'ni sizni foydangizning asosiy omilidir. Endi esa sizlar bilan call centerni ko'paytirishim kerakmi yoki kamaytirishim kerakmi, shuni o'rganib chiqamiz. Qaranglar. Bitta narsani tushunishimiz kerak. Biz hech qachon ko'p sotuvchi yo'llab kamroq pul topolmaymiz. Ya'ni siz agarda CRM sistema tizimlashtirishingiz hammasi joyida bo'lsa, siz to'g'ri lidlarni yo'llayotgan bo'lsangiz, hali kechqurun musor lidlarni qilmasdan hamma narsani to'g'ri qilayotgan bo'lsangiz, qancha ko'p sotuvchingiz bo'lsa, shuncha yaxshi. Nimaga? Sotuvchini energiyasi, ya'ni u sotuvchi bitta odamga yarim soat energiyasini sarfladi, ikkinchi odamga yana yarim soat, uchinchi odamga yana yarim soat. Bu odam uje 10 ta sotgandan keyin charchaydi. Baribir sizda misol uchun 10 ta sotuvchi bor, 10 ta mijozga sotdi, 100 ta odamga sotdi. Bu yerda 20 ta mijozingiz bor, 20 ta kollaboratorинgiz bor. Umumiy bu yerda 100 taga sotgan bo'lsa, 200 taga sotadi. Va foydasi shunga yarasha bo'ladi. Lekin bu bitta narsaga e'tibor bering. Agarda sizda tizim ideal, targetolog ideal,
produkt ideal, servis ideal bo'lsagina ishlaydi. Bo'lmasa siz o'zingiz tepasida turib qanaqa muammolar bor kol sentrda hammasini analiz qilishingiz kerak bo'ladi va undan keyin o'sha sotuvchilaringizni ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Sotuvchi qachon ko'paytirish kerak desa, tizimlashtirish idealni bo'lganda. Videoni birinchi qismi tugadi. Sizlar bilan nimalarni o'rgandik deydigan bo'lsak, ancha narsani o'rgandik. Birinchi o'rgangan narsamiz bu konversiya va narx qo'yish o'rgandik. Ikkinchisi LTV va SAS nisbati. Uchinchisi 100 ta harakat va 100 kun ichida 10 mingta natija, 60 soniyada javob berish va call centerni qachon oshirish. Keyingi ikkita qismda umumiy 3 ta qism bo'ladi. Marja nimaga kerak? Oldindan to'lov olish, ya'ni 30% dan 40% gacha oldindan to'lov olish. Undan tashqari bu umumiy qoidalar jadvalini o'rganamiz. Bu hamma narsa oldindan birinchi o'rinda qayerda qo'yiladi desangiz, mana har 10 kunda bitta qism chiqadi. Bugun chiqdi, 10 kundan keyin keyingi qism. Lekin menga hozirdan mana shu bilimni olmoqchiman deydigan bo'lsanglar, operatsionni direktor kundaligi bor. Pastda Telegram bot bor, Top Nazarov bot. O'sha botga kirsanglar hamma narsani tushuntirganman. Agarda sizlar tezroq bilim olmoqchi bo'lsanglar, ya'ni vaqtingiz yo'q bo'lsa kutishga yoki sizlarda kundalik davomida tizimlashtirish qanaqa muammolar bo'lsa, pastdagi botga ulaninglar. Hammasi bepul. Agarda operatsion direktor kundaligiga ulanmoqchi bo'lsangiz, u yerda o'zini narxi yozilgan. Qaranglar. Bitta narsani tushuninglar, har doim bilim olishdan to'xtamanglar. Va bitta sizlardan bitta so'rovnoma, agarda sizga bu video ma'qul kelgan bo'lsa, qanday bilim olgan bo'lsangiz, izohda nima bilim olganingizni yozib qo'ying, nima sizga foydali bo'ldi, qachon shu videoni ko'rdingiz, qaysi datasi, ya'ni sanasi va nima bilim olganingiz. Va ikkinchisi, albatta bu kanalga obuna bo'ling, chunki obuna bo'lsangiz sizga shuna joyida video keladi va bir ikkita plus tomonlari ham bor. Qadrli do'stlar, kuninglar xayrli o'tsin. Sizlarga maksimal bilim ulashishdan harakat qildim va aytgancha Isko Mahmad International School operatsion direktorman. Jamoa bilan 21 mingta talabani ingliz tiliga o'qitamiz. Jamoamizda 500 ta xodim. Ko'rishguncha. Rahmat.